Hazır. Bosdim. 2025-yilga xonadoniga yaxshi niyat qilib sifatli qalin metallardan zamonaviy eng so'nggi rusumda bir temir darvoza o'rnatish niyatida yurgan yurtdoshlarimizga xudo xohlasa mana videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring o'ta ham bir ideal chiqqan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Humoyun Usta Uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa, endi navbatdagi haytek fasondagi ikkilik listda yasalgan 2 qavatli variantdagi polni 100% shumka bo'lgan darvozamizni ko'rsatib o'tamiz. Albatta ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, aziz yurtdoshlar, ekrandagi nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'ldan arzon va sifatli qilib, O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, chiroyli qilib zakaz qilingan manzilga borib ustanovkalarini qilib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamizni Farg'ona viloyati Quvasoy shahriga olib o'rnashtirib berdik. Xonadon egalari bizni YouTube kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan darvozani zakaz qilishganda albatta, xudo xohlasa mana chiroyli qilib joylariga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Darvozamiz, hurmatli yurtdoshlar, razmeridan boshlasak, darvozamizning razmeri eniga darvozamiz 3.65, bo'yiga 4.5 razmerda bo'ldi. Darvozamiz, aziz yurtdoshlar, asosiy mana stoyka qismlari sal yaqinlashtirib ko'rsatib berasiz kuzatuvchilarga. O'ngga o'nlik 3lik stenali burus bo'lgan, mana polni zazorlariga chastaq qo'yib yopilgan. Darvozamiz 2lik, 2 qavatlik, o'rtasi polni shumka bo'lgan, mana umuman bir ochib dovush yo'q. O'ta ham bir yomg'ir holatda chiqdi. Darvozamiz kraskasi mokriy asfalt svetda bo'lgan, aziz yurtdoshlar, va palasa joylariga nerjavikani ham toza original birlik stenalisidan qo'yib berganmiz. O'zi mana turishidan ko'rib o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Qalinlik uchun ortiqcha bir valna bo'lmay, chiroyli holatda chiqqan. Endi darvozamizning kraskasi matviy holatda qilib sepilgan. Darvozamiz bor bo'y 3,5 metr razmerda, 55 sm tevada ochilmaydigan qismi bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni 1 kvadrat metrini dastavka ustanovka ichida 1.400.000 so'mdan mana shu darvozamizni olib o'rnashtirib berdik. Shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlab ustanovkalarni qilib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.